Demak, endi o'quvchilar biz darsimizni 6-mavzuyimizni 2-qismi bilan davom ettiramiz. Stories, ya'ni hikoyalar. Goals nimalarni o'rganamiz biz 6-mavzuyimizni 2-qismida. Use regular verbs to talk about what happened in the past. Demak, to'g'ri yo'l bilan yasaladigan fe'llar, o'tgan zamonni to'g'ri yo'l bilan yasaladigan fe'llarni ko'rib chiqamiz, o'tgan zamon shaklini yasash uchun. Va keyingisi use common collocations. Keng tarqalgan, ko'p qo'llaniladigan demak, iboralarni ham sizlar bilan ingliz tilidagi o'sha iboralarni ko'rib chiqamiz, o'rganamiz. O'zi aslida bilamiz, ingliz tilida o'tgan zamonni yasash uchun fe'llar demak ikki shaklda yasaladi. Ya'ni birinchisi bu regular verbs, to'g'ri yo'l bilan o'tgan zamon yasaluvchi fe'llar va irregular verbs, noto'g'ri yo'l bilan o'tgan zamon yasaluvchi fe'llar hisoblanadi. Demak, shundan biz bugun sizlar bilan bugungi darsimizda to'g'ri yo'l bilan o'tgan zamonning yasalishini ko'rib chiqamiz, fe'llarda albatta. Birinchi mashqimiz how many currency do you know? Make a list, dollars, pounds. Demak, savol berilyapti. Siz qanchalik ko'p pul birliklarini bilasiz? Misol uchun so'm yoki bo'lmasam dollar, pound, yevros va hokazo. Siz o'zingiz uchun list qilib chiqing, qani ko'ramiz qanchalik ko'p pul birligini bilar ekansiz o'quvchilar. O'quvchilar, endi navbat birinchi mashqimizni B qismiga keldi. The four photos show different kinds of currencies from the past. Bu yerda to'rttala rasm ko'rsatilgan ekraningizda. Mana shu to'rttala rasm bu qadimgi pul birliklari hisoblangan, ya'ni pullar hisoblangan. Label them with the words from the box. Bu yerda jadval ichida berilgan so'zlarni mana shu rasmlarga moslashtirib, tagiga mana shu rasmlar tagidagi ochiq bo'shliqqa yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Coins bilamiz ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjimasini, albatta bu tangalar. Metal snakes, demak metaldan bo'lgan ilonlar. Ring, yuzuk, ya'ni uzuk hisoblanadi albatta, va salt, tuz. Bajarish juda ham oson, chunki hozir tarjimasini ham ko'rib chiqdik, bajarasiz. Va undan keyingi mashq o'quvchilar, listen to a program called the history of money and the number photos 1 to 4 in the order you hear them. Hozir siz o'quvchilar listeningni bajarasiz. Bu yerdan demak pul tarixi nomli demak eshittirishni hozir tinglaysiz va o'sha yerdagi demak to'rttala bu yerda 4 xil ma'lumotlar beriladi. O'sha ma'lumotlarni ketma-ketlikda siz raqamlarini mana shu rasmlarga joylab chiqishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun birinchi qaysi pul birligiga ta'rif berildi? Tuz bilan amalga oshiradigan savdo sotiq yoki bo'lmasam ayirboshlashmi yoki bo'lmasam tangalarmi, yuzuk orqalimi yoki bo'lmasam metal ilonlar pul birligi ta'riflanmayaptimi? O'sha ketma-ketlikni raqamlarini qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Birinchi ta'rif qaysi biriga berilgan bo'lsa. Bu ikkinchi mashqni bajarasiz, listening, va uchinchi mashq ham xuddi o'sha listening orqali bajariladi. Ya'ni siz listen again and choose the correct option. Yana qaytadan xuddi o'sha listening tinglagan holda bu yerdagi davlatlar nomlarini olib chiqishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun birinchisida the Romans, Chinese, lobby or Egyptians used jewelry as money. Bu yerda berilgan qaysidir bir davlat demak taqinchoqlarini pul sifatida, pul birligi sifatida foydalanishgan. Qaysi davlatda ishlatilgan? Romans, Rimdami, Chinese, Xitoyliklarmi, lobbyliklarmi yoki Egyptians, Misrliklar foydalanganmi? Demak, siz mana shu to'rttala millat vakillaridan qaysi birlari o'zlarining taqinchoqlarini pul sifatida foydalanganliklarini listeningni tinglash orqali belgilab olishingiz kerak.
Mana o'quvchilar, siz hozir 2 va 3 mashqdagi listeninglarni bajarib oldingiz. Endi navbat yuqorida aytganimdek regular verbs, to'g'ri yo'l bilan o'tgan zamon yasaladigan fe'llarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qay holda biz qanday shaklda to'g'ri yo'l bilan o'tgan zamon shaklini yasaymiz. Demak, grammar focus past simple regular verbs. Regular verbs can be changed into the past simple in 3 ways. Demak, 3 xil shaklda o'tgan zamon yasash mumkin. To'g'ri yo'l bilan yasaladigan o'tgan zamon shakli, to'g'ri yo'l bilan yasaladigan fe'llar. Birinchisi, for most verbs, demak ko'pchilik fe'llarda we at, misolga qarang, start and started. Ya'ni boshlamoq, boshlandi. Bu yerga shunchaki ed qo'shimchasini qo'shish orqali yasadik. Shunday ekan, birinchi boshlig'imizga biz ed qo'shimchasini yozishimiz kerak bo'ladi. For verbs the end in e, we add. Demak, shunday fe'llar bor ingliz tilida i harfi bilan, ya'ni o'zbekcha e harfi, inglizcha i harfi bilan tugaydigan fe'llar mavjud. Mana shunday fe'llar bo'ladigan bo'lsa, biz mana misolda close, closed. Close, closed. Yopmoq, yopildi. Shunchaki d qo'shimchasini qo'yamiz xolos. Chunki allaqachon o'sha fe'lning tarkibida i harfi bor. Shuning uchun ham ikkinchi marotaba yana i harfini yozish shart emas. Shunchaki d harfini qo'yamiz. Misol uchun leave, yashamoq, leave it, yashadi, yoki like, yoqtirmoq, liked, yoqtirdi. Xuddi shunday. Demak, ikkinchi bo'shliqqa biz shunchaki d harfini yozishimiz kerak. Keyingi qoidamiz, ya'ni keyingi shakl yasalishi, for verbs that end in consonant plus y, we delete y and add. Demak, shunday fe'llarimiz bor. Y harfi bilan, ya'ni o'zbekcha y harfi bilan tugaydi va undan oldingi harf, mana shu y harfimizdan oldingi harfimiz undosh harf bo'ladigan bo'lsa, bu holatda y harfimiz tushib qoladi va mana misolda berilgan qarang. Carry, ko'tarib yurmoq, olib yurmoq. Carry it, bu yerda y harfi tushib qolgan va uning o'rniga I harfi qo'yilgan. IED shaklida yasaladi. Demak, uchinchi boshliqqa biz IED qo'shimchasini yozishimiz kerak. Misol uchun yana study, study it. Study, bu yerda STUDY bilan demak shaklida yoziladi. DY bilan tugaganligi uchun ham mana y harfidan oldin D undosh harfi bor. Demak, bu yerda y harfi tushib qoladi va IED shaklida, ya'ni study it shaklida yasaladi o'tgan zamon shakli. Mana o'quvchilar, sizlar bilan biz to'g'ri yo'l bilan o'tgan zamonning yasalishini ko'rib chiqdik. Fe'llarda 3 xil shaklda yasalishini. Demak, endi ularning talaffuzini o'rganamiz. 5-mashqqa e'tiboringizni qarating. There are 3 different ways to pronounce the ed ending in the past simple verbs. Demak, talaffuzning ham 3 xil shakli mavjud ekan. Listen to the examples and repeat. Demak, misollarni tinglang va takrorlang. Birinchimiz bu d shaklida talaffuz qilinishi. Misol uchun opened, returned, called. D shaklida, o'sha qo'shimchaning d shaklida talaffuz qilinishi. Undan keyingi talaffuz shakli bu t. Finished, looked, thanked, thanked. Xuddi shu shaklda. Va keyingisi id shaklida talaffuz qilinishi. Started, collected, visited. Mana it shaklida talaffuz qilinyapti. Bu juda ham talaffuz bilasiz, ingliz tilida muhim hisoblanadi. Chunki shunday so'zlarimiz borki, ingliz tilida oddiy bitta tovush orqali so'zning ma'nosi o'zgarib ketadi. Shuning uchun ham diqqatli bo'lgan holda o'rganib olishimiz kerak. Endi siz hozir 5-B mashqni listeningni tinglagan holda bajarasiz. Bu yerda jadval ichida berilgan o'tgan zamondagi fe'llarning talaffuzlariga e'tiborli bo'lasiz va o'sha qo'shimchalar, ularga qo'shilgan o'tgan zamonni yasovchi qo'shimchalar qay tarzda talaffuz qilinyapti? D, T yoki id shaklida talaffuz qilinyapti. Qaysi shaklda talaffuz qilingan bo'lsa, mana shu 5-A mashqdagi qatorga yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun copy it, copy it, copy it, believe it, believe it, like it, like it, love it, love it, mood, mood, notice it, notice it, post it, prepare it,
received, shouted, used, waited, wanted, walked. Mana o'quvchilar, sizlar uchun o'zim ham talaffuz qilib berdim, lekin siz o'zingiz listening dinlagan holda jadvallarga, demak mana shu qatorlarga yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Demak, endi biz 7-mashqimiz bilan davom ettiramiz. Bu yerda common regular verb collocations. Demak, to'g'ri yo'l bilan o'tgan zamonga soluvchi fe'llar bilan keladigan iborali birliklar, birikmalar. 7-mashqni hozir birinchisini sizlar bilan bajarib olamiz, keyingilarni o'zingiz bajarasiz va birozdan keyin sizlar bilan tekshiramiz. Bu yerda underline the two correct options. Ikkala mana shu fe'llar bilan to'g'ri keluvchi otlarni yoki bo'lmasam birliklarni tagiga chizib chiqishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun birinchisida wait for a long time, uzoq vaqt kutmoq. Wait for a friend, do'stingizni kutmoq. Wait for a bus stop. No. Bu yerda for a bus stop to'g'ri kelmaydi. Chunki siz avtobus bekatini kutmaysiz, avtobusni kutasiz. Bu yerda esa avtobus bekati degan so'z kelgan. Shuning uchun ham bu to'g'ri kelmaydi. Wait for a long time hamda wait for a friend. Ya'ni uzoq vaqt kutmoq yoki biror bir do'stingizni kutmoq. Qolganlarni bajarasiz o'quvchilar va sizlar bilan biz birozdan keyin tekshirib olamiz. Keling endi o'quvchilar 7-mashqimizni tekshirib olamiz. Demak, ikkinchidan davom ettiramiz. Post. Post an email, post a letter, post a comment on a web page. Demak, bu yerda biz post an email to'g'ri kelmaydi. Ya'ni, demak biz post an email emas, send an email deymiz, ya'ni emailni jo'natmoq. Lekin post a letter, demak maktubni pochta orqali jo'natish, post a comment on a web page, web sahifaga demak sharh yozmoq. Albatta bu post. Enter a race, enter a job, enter a competition. Demak biz bu yerda enter a job yo'q. Biz enter a job shaklida bermaymiz. Enter a race, demak poygaga kirmoq yoki enter a competition, musobaqa tarkibiga kirmoq bo'ladi, lekin enter a job emas. Keyingisi move jobs, move to the countryside, move house. Demak move jobs emas, kasbing change jobs bo'ladi. Demak shuning uchun ham bu yerda jobs emas, move to the countryside, demak shahar tashqarisiga ko'chib ketmoq, ya'ni qishloqqa yoki bo'lmasa move house, boshqa uyga ko'chmoq. Visit the beach, visit the museum, visit a relative. Bu yerda visit the beach bo'lmaydi, go to the beach. Shuning uchun ham visit a museum, visit a relative, ya'ni muzeyga yoki bo'lmasam qarindoshingiznikiga tashrif buyurmoq shaklida bo'ladi. Keyingisi shout at your dog, shout at the weather, shout at someone. Demak shout baqirmoq, at the weather ob-havoga baqirmoq bo'lmaydi. Shuning uchun ham shout at your dog hamda shout at someone, kimgadir baqirmoq yoki itingizga baqirmoq shaklidagi iboralar qo'llanishi mumkin. Keyingisi prepare, tayyorlamoq, a party, a meal for an exam. Demak bu yerda prepare a party to'g'ri kelmaydi, lekin prepare a meal, ya'ni taomni tayyorlamoq yoki prepare for an exam, biror bir ekzaminga, ya'ni o'sha imtihonga tayyorlanmoq bo'ladi. Keyingisi receive a TV program, receive an email, receive a phone call. Demak receive a TV program bo'lmaydi. Demak televizor dasturni siz qabul qila olmaysiz, ko'rasiz, watch a TV program bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda bu to'g'ri kelmaydi. An email, demak emailni qabul qilmoq yoki telefon qo'ng'irog'ini qabul qilib olmoq bo'ladi. Call a taxi, call a bus, call an old friend. Demak biz call a taxi hamda call an old friend bo'ladi, lekin call a bus bo'lmaydi. Biz demak
avtobusni qo'ng'iroq qilib chaqira olmaymiz. Bu albatta o'zi soatli harakatlanadigan jamoat transporti hisoblanadi. Keyingisi use a dictionary, use a tablet, use a newspaper. Demak, biz use a dictionary hamda use a tablet deyishimiz mumkin, lekin use a newspaper emas. Read a newspaper deymiz. Demak, gazetani o'qiymiz, foydalanmaymiz. Dictionary albatta lug'atdan foydalanish, keyin use a tablet bo'ladigan bo'lsa, planshetdan foydalanish hisoblanadi. Mana o'quvchilar, sizlar bilan biz fe'llar bilan keladigan collocations, ya'ni birliklarni ko'rib chiqdik. Bularni albatta yod olishingiz kerak bo'ladi. Sizning lug'at boyligingizni oshirish uchun ham to'g'ri joyda, ingliz tilida albatta to'g'ri mavzuga, to'g'ri keladigan birlikni olgan holda gapirishingiz uchun ham albatta qo'l keladi bunday iboralar. Endi navbat 8-mashqqa. Bu yerda o'quvchilar match questions 1 to 10 to answers A to J. Demak, siz bu yerda 1 dan 10 gacha bo'lgan, demak, savolni javoblar bilan moslashtirishingiz kerak bo'ladi. A dan J gacha bo'lgan. Misol uchun, hamma savolning boshiga mana shu nima desak bo'ladi? Mana shu boshlanish qismini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shu darsda beriladi savol, ya'ni. When was the last time you moved house? Qachon siz oxirgi marotaba yangi uyga ko'chdingiz? Yoki keyingisi, when was the last time you received an email? Qachon oxirgi marotaba siz email qabul qilib oldingiz? When was the last time you prepared a meal? Qachon oxirgi marotaba siz taom tayyorladingiz? When was the last time you posted a letter? Qachon siz oxirgi marotaba maktub jo'natdingiz? When was the last time you visited a relative or shouted at someone? Or called a taxi, entered a competition, used the dictionary, or waited for a long time. Mana shu savollarga javoblarni moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Birinchisini bajaramiz, qolganini o'zingiz mustaqil ravishda bajarganingizdan keyin tekshirib olamiz o'quvchilar. Demak, birinchisida when was the last time you moved house? Qachon siz oxirgi marotaba yangi uyga ko'chdingiz? Demak, bu yerda javoblarning ichida demak F javobimiz to'g'ri kelar ekan. Demak, in 2010, 2010-yilda from an apartment to a house. Demak, umumiy turar joydan demak, hovli joyga ko'chganligi aytilgan. From an apartment to a house. Qolganlarini o'quvchilar bajarib olasiz va sizlar bilan tekshirib chiqamiz bundan keyin. Mana o'quvchilar, hozir siz mashqni bajarib ham oldingiz, keling endi tekshiramiz. Demak, ikkinchisi, when was the last time you received an email? Siz oxirgi marotaba qachon email qabul qilib oldingiz? Demak, bu yerda demak, J javobimiz to'g'ri keladi. This morning it was from my boss. Bugun ertalab u mening xo'jayinimdan edi. Keyingisi, when was the last time you prepared a meal? Qachon siz oxirgi marotaba ovqat tayyorladingiz? Demak, G javobimiz to'g'ri keladi. Last night, o'tgan kecha, I cooked spaghetti for my housemate. Demak, xonadoshim uchun men spagetti tayyorladim. When was the last time you posted a letter? Siz qachon oxirgi marotaba demak, maktub jo'natdingiz? A javobimiz to'g'ri keladi. A month ago, bir oy oldin, it was to my friend in Australia. Demak, u Avstraliyadagi do'stimga edi jo'natilgan maktub. When was the last time you shouted at someone? Qachon sen oxirgi marotaba kimgadir baqirding? D javobimiz to'g'ri keladi. About a week ago, taxminan bir hafta oldin, my son was very naughty. Demak, mening o'g'lim juda ham injiqlanayotgan edi. When was the last time you visited a relative? Qachon oxirgi marotaba siz qarindoshingiznikiga tashrif buyurdingiz? Demak, B javobimiz to'g'ri keladi. Last summer I traveled to Kenya to see my grandmother. Demak, men Kenyaga bordim buvimni ko'rish uchun. Keyingisi, when was the last time you called a taxi? Qachon oxirgi marotaba siz taksiga qo'ng'iroq qilib chaqirdingiz, taksi chaqirdingiz? Demak, bu yerda I harfi to'g'ri keladi. I dagi javob to'g'ri keladi. Ya'ni 2 hours ago, 2 soat oldin my bus was very late. Meni avtobusim juda ham kech qolgan edi. Keyingisi
When was the last time you entered a competition? Siz qachon oxirgi marotaba musobaqaga qatnashdingiz? Demak, bu C javobda when I was a child, bolaligimda I was in a swimming race. Men demak suzish poygasida qatnashganman, ya'ni bellashuvda. Keyingisi, when was the last time you used a dictionary? Qachon siz oxirgi marotaba lug'atdan foydalandingiz? Bu yerda H harfimiz to'g'ri keladi. H harfimizdagi javob last week, o'tgan hafta I checked the meaning of coin. Men coin degan so'zning ma'nosini tekshirib oldim. When was the last time you waited for a long time? Siz oxirgi marotaba qachon uzoq vaqt kutdingiz? Yesterday I was late for work. Bu javobimiz yo'q. Demak, bu javob avtobusga bog'liq. Taksi chaqirish 7-ga to'g'ri kelar ekan, o'quvchilar. Shu yerda adashibmiz. Demak, javobimiz 7ga va bu yerdagi I javobimiz esa 10-chi demak savolga to'g'ri kelar ekan. When was the last time you waited for a long time? 2 hours ago. My bus was very late. Ana shu to'g'ri kelar ekan. Mana o'quvchilar, biz hozir sizlar bilan 8-mashqni tekshirdik. Endi navbat 19-chi. Mashqi bu albatta sizga uyga vazifa, uyga topshiriq bo'ladi. Demak, think about how to answer the questions in exercise 8 so that they are true for you. Bu yerda mana shu 8-chi mashqdagi 1 dan 10 gacha bo'lgan mana savollarga siz qay holda javob bergan bo'lar edingiz? Yaxshilab o'ylanib ko'ring. Albatta o'zingizdan kelib chiqib javob bering. Write a past time expression in each of the circle to answer to 10 questions. Bu yerda mana aylanalar berilgan, 10 ta aylana, mana shu 10 ta javobga to'g'ri keladigan aylanalar 10 tasi. Mana shu 10 ta aylana ichiga siz vaqt birliklarini, o'tgan zamonni bildiruvchi vaqt birliklarini yozing. Misol uchun last night berilgan. Yesterday, 2 hours ago, last year yoki bo'lmasam yana qanday bo'lishi mumkin? Yillarni berishingiz mumkin. Misol uchun in 2024, 2024-yilda yoki bo'lmasam oylarni berishingiz mumkin. In September, sentyabr oyida yoki fasl in autumn deyishingiz mumkin. Mana shunday, demak, o'sha o'tgan zamonni bildiruvchi vaqt birliklarini yozasiz va mana shu savollarga javoblarni ham o'zingiz yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun aytishingiz mumkin, when was the last time you moved house? Qachon oxirgi marotaba siz yangi uyga ko'chdingiz? Aytishingiz mumkin 10 yil oldin, 10 years ago. Demak, shunda aytishingiz mumkin, I moved to the new house 10 years ago. Xuddi shu shaklda siz 10 ta savolga javob berib chiqishingiz kerak bo'ladi, o'quvchilar. Mana o'quvchilar, sizlar bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. 6-mavzuyimizni birinchi qismi, ya'ni 6-mavzumizni birinchi va ikkinchi qismlarini tugatdik. Birinchi darsimiz, ya'ni 6-mavzumizni ikkala darsga ajratgan holda o'tadigan bo'lsak, birinchi qismini tugatdik. Sizlar bilan keyingi darslarimizda demak 6-mavzuyimizni 3 va 4-qismlarini o'rganib olamiz. O'ylaymanki, bugungi mavzuyimiz sizlar uchun qiziqarli va foydali bo'ldi, o'quvchilar. Albatta, har bir o'rgangan narsangizni takrorlab borishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.